Alhamdulillah. Arafa kuni naqadar buyuk kun. Arafa kunlarning eng afzali. Undan afzal kun yo'q. U kunda duolar ijobat bo'ladi. Xato va kamchiliklar kechiriladi. Alloh taolo u kunda ushbu oyatni nozil qildi. Bugun sizlarga diningizni komil qildim. Ne'matimni benuqson, to'kis qilib berdim va sizlar uchun faqat islomni din qilib tanladim. Arafat vodisida turish hajning eng katta rukni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haj Arafadir deb aytganlar. Alloh taolo bandalarini do'zaxdan eng ko'p ozod etishi ham Arafa kuni bo'ladi. Alloh taolo Arafa kuni bandalariga yaqin bo'ladi va farishtalarga faxrlanib, bular nima xohlashyapti deydi. U kunda hojilar do'zaxdan ozod bo'lishga va mag'firatga erisha oladilar. Shuningdek, hajga bora olmagan, lekin qayerda bo'lsalar ham Allohga ixlos bilan yuzlangan bandalar ham do'zaxdan ozod bo'lishga va mag'firatga erisha oladilar. Hajga bora olmaganlar Arafa kuni roza tutadigan bo'lsalar, oldingi yilgi va kelasi yilgi gunohlari mag'firat qilinadi. U kuni Allohga ko'p duo qilinadi, Allohdan mag'firat so'raladi va ko'p tahlil aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday marhamat qilganlar. Duolarning eng afzali Arafa kuni qilingan duo. Men va mendan oldingi payg'ambarlar aytgan eng afzal kalima la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo u kunda do'zaxdan juda ko'p bandalarni ozod qiladi. Bizlarni ham ana shunday do'zaxdan xolos bo'ladigan bandalardan qilishini Allohdan so'rab qolamiz.